Uchinchi darsimizni boshlaymiz. Uchinchi darsimizda biz ikkita mavzuni o'tamiz, oson bo'lganligi uchun. Demak, birinchisi sanaladigan va sanalmaydigan otlar, ikkinchisi birlikda va ko'plikda ishlatiladigan otlar. Eng avvalo biz sanaladigan va sanalmaydigan otlar mavzusini tushunib olishimiz zarur. Demak, donalab sanash mumkin bo'lgan narsa buyumlarning barchasi sanaladigan otlar hisoblanadi. Masalan, car mashina, hat shlyapa, flower gul, house uy, idea g'oya, book kitob, pen ruchka, cup piyola. Sanalmaydigan otlar esa donalab sanash mumkin bo'lmagan, miqdor yoki hajm berish ehtimoli bo'lgan narsa buyumlar. Bularning barchasi sanalmaydigan otlar hisoblanadi. Misol uchun water suv, rain yomg'ir, air havo, rice guruch, oil yog', salt tuz, plastik, money pul. Endi sanaladigan otga yana qaytamiz. Sanaladigan otni soddaroq qilib tushuntirsak, misol uchun car mashina. Mashinani sanash mumkin. Bitta mashina, ikkita mashina, uchta mashina deyish mumkin. Lekin water suvni sanash mumkin emas. Buni bitta suv, ikkita suv, uchta suv deb bo'lmaydi. Suvga biz miqdor beramiz. 1 litr suv, 2 litr suv. Agar biror bir idishni ichida bo'lsa sanash mumkin. Lekin suvga asosan hajm berilganligi uchun suv sanalmaydi. Hat shlyapani sanash mumkin. Bitta shlyapa, ikkita shlyapa. Rain yomg'irni sanab bo'lmaydi. Flower gul sanash mumkin. Air havoni sanab bo'lmaydi. House uyni sanash mumkin. Bitta uy, ikkita uy. Rice guruchni sanab bo'lmaydi. Ya'ni 1 kilo guruch 2 kilo, bunga hajm miqdor ya'ni beriladi. 5. Idea g'oya, bitta g'oya kelib qoldi, ikkita g'oya kelib qoldi deyishimiz mumkin, sanash mumkin. Oil yog'ni esa sanab bo'lmaydi. Bu ham litrlab beriladi. Book kitob sanash mumkin. Salt tuzni sanab bo'lmaydi. Chunki bu gramlanadi yoki kilogramlanadi. Pen ruchka, buni sanash mumkin. Plastik, lekin plastikni sanab bo'lmaydi. Cup piyolani sanash mumkin. Money pulni sanab bo'lmaydi. Lekin ba'zi o'quvchilarimiz shunday savol berib qolishadi, ya'ni nima uchun pul sanalmaydi degan. Ularga men tushuntiraman. Ya'ni bitta pul, ikkita pul deb sanaymiz, to'g'ri. 1, 2, 3 deb sanashimiz mumkin pulni. Lekin biz biror bozorga borganimizda, biror mahsulotni sotib olayotganimizda, masalan, olma sotib olayotganimizda, olma nechta pul demaymiz. Olma nech pul deganimizda, masalan, 5000 so'm deb aytadi. Pulni soni muhim emas bizga. Masalan, bizda 5 ta pul bo'lishi mumkin, 10 ta pul berishi mumkin, yoki biror kishiga borib biz 5 ta pul qarz berib tur demaymiz-ku. Miqdor aytamiz, to'g'rimi? Ya'ni 10,000 so'm berib tur yoki 100,000 so'm berib tur deymiz. 100,000 so'm pul bitta pul ham bo'lishi mumkin, 100 ta ham bo'lishi mumkin. Shu sababdan uning soni bizga qiziqtirmaydi, shuning uchun pul sanalmaydi inglizlarda umuman. Endi bu mavzuni o'tishimizdan maqsad siz aynan sanaladigan va sanalmaydigan otni tushunib olsangiz bo'ldi. Siz hozir bularni yodlashingiz shart emas. Masalan, car mashina sanaladi, water suv sanalmaydi deb buni bilishingiz, yodlashingiz shart emas. Siz faqat bilib oling nimalar sanaladi va nimalar sanalmaydi. Ya'ni qanday mahsulotlar sanaladi. Masalan, donalab sanash mumkin bo'lgan narsa sanaladi, miqdor berildimi, bular sanalmaydi. Siz shuni bilishingiz kerak. Siz shuni bilsangiz, ertaga biz audio so'zlarni, ya'ni video ko'rinishida so'zlarni joylatganimizda, uni yodlaganingizdan keyin siz bularni farqlab olasiz o'zi. Siz buni bilishingiz shart emas, ya'ni aynan har bittasini yodlashingiz shart emas. Faqat mavzuni tushuning bo'ldi. Demak, birlikda va ko'plikda ishlatiladigan otlar ikkinchi mavzumizga o'tyapmiz biz. Birlikda va ko'plikda ishlatiladigan otlar, ya'ni biz bilsangiz o'zbek tilida
birlik, masalan gul desak birlik, gullar desak ko'plik bo'ladi. Lar degan qo'shimcha bizda o'zbek tilida ko'plikni olib beradi. Ya'ni inglizlarda ham xuddi shunday, bitta s degan harfi bor, bularda s qo'shimchasi qo'shiladi va ko'plik yasaladi. O'sha s qo'shimchasi, ya'ni o'zbek tilida s deymiz, s qo'shimchasi bularda lar ma'nosini beradi. Har bitta otga siz bu degani seni qo'shib ketarsangiz ko'plik bo'ladi degani. Masalan, flower gul bo'lsa, flowers bo'lsa gullar. Week hafta bo'lsa, weeks bo'lsa haftalar. Place joy bo'lsa, places joylar. Book kitob, books kitoblar. Car mashina, cars mashinalar. Ko'rdingmi? Yana bitta s qo'shilib ketaveradi, bu yerda lar qo'shimchasini beraveradi. Eslatib o'taman, bu birlikdagi otlarni ko'plikka o'tkazishning birinchi usuli. Inglizlarda endi ikkinchi usul ham bor. Bu s qo'shimchasi qo'shiladi. S qo'shimchasi qo'shiladi, lekin bu qanaqa so'zlarga s qo'shiladi? Bu sanoqli. Siz o'ylamang, buni mavzusi, ya'ni grammatika juda qiyin ekan otni, ya'ni birlikdagi otlarni ko'plikka o'tkazish deganni. Bu juda ham oz so'zlarda bunday holat qo'shiladi. Ya'ni so'zlarning oxiri agar s, sh, ch, h harflari bilan tugasa, siz u so'zlarga s qo'shimchasini qo'shib ko'plik yasaysiz. Agar s, sh, ch, h bilan tugasa. Masalan, bas. Biz bunga basga avtobus degani bo'lsa, basga biz seni qo'shib qo'ya olmaymiz. Agar basni oldiga yana bittasi qo'shsak, ikkitasi bo'lib qoladi, bus bo'lib qoladi. Endi buni avtobuslar deb ko'plik qilish uchun majburimiz biz s emas, s qo'shishga. es qo'shishga, ya'ni e bilan s, endi o'zbek tilida aytay, e bilan s qo'shishga majburmiz. Bas avtobus bo'lsa, bassiz avtobuslar. Dish idish bo'lsa, dishes idishlar. Box quti bo'lsa, boksiz qutilar. Bu sanoqli so'zlar. Bular siz o'ylamang, ko'p bularni hali farqlab olasiz so'z yodlayotgan paytingizda. Faqat siz bilib borsangiz bo'ldi bu narsalarni. Ya'ni s, sh, ch, h bo'ldi. 4 tagina harf. S, sh, ch, h bilan tugaygan so'zlar, ya'ni s qo'shimchasi qo'shiladi. Qolgan holatlarda nima qo'shilib ketaveradi? S'ni o'zi qo'shilib ketaveradi. Endi o'zbek tilida aytyapman, s. Tushunarli? Endi doim ko'plikda ishlatiladigan otlar bor. Biz aslida buni o'zbek tilida ham bilishimiz mumkin, lekin o'zbek tilida e'tibor bermaganimiz uchun biz bilmaymiz bu narsalarni, lekin mana ingliz tilidan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa so'zlar, ya'ni ko'plikda, doim ko'plikda ishlatiladi. Buni birlikda ishlatib bo'lmaydi inglizlarda. Ya'ni ikkitalik narsalar. Masalan, scissors qaychi, e'tibor bersangiz, ikkita tarafi bo'ladi. Glasses ko'zoynak, buni ham ikkita ko'zoynagi bo'ladi. Jeans, masalan, jinsi ikkita, scales tarozi ikkita, buniki ham spectacles ko'zoynak, buniki ham ikkita. O'zi umuman olib qaraganda ikkitalik narsalar bor dunyoda. Mana shunday buyumlarni barchasi doim ko'plikda ishlatiladi. Bu ham sizga muammo tug'dirmaydi, chunki deganda bu ham sanoqli so'zlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi qoidada s qo'shilardi, ikkinchisida s qo'shilardi. E'tibor bersangiz, biri bilan ikkida ham unchalik sizda muammo bo'lmaydi. Siz so'zlashuvni o'rganayotganingizda, masalan, bassiz deganingizni deb ketaverasiz, seni qo'shib ketaverasiz. Faqat men qonuniy qilib bu yerda nima deydi, qoidasini aytib ketyapman. Siz s aytyapsizmi, seni aytyapsizmi? Masalan, book degan so'z bo'lsa, books desangiz ham shu, bas deb bassiz desangiz ham shu s eshitiladi gapirgan paytingizda. Bu xato emas. Siz bu degani, masalan, siz oldingizda bas degan so'z chiqdi, avtobus. Siz buni oldiga oxiri s bilan tugagani uchun nima qo'yasiz? S qo'shasiz. S emas, s qo'shasiz. Lekin siz bu yerda seni qo'shib ketarsangiz, talaffuz payti bir xil bo'lib ketadi bu yerda. Ya'ni bassiz masalan. S deyishingiz, siz bu yerda ni aytilish, aytilmasligi, qo'yilmasligi muhim emas bu yerda. Shuning uchun bu katta xato emas. Siz agar grammatik masalan xatolarga yo'l qo'yib gapirsangiz ham bu yerda birlik qilinyaptimi, ko'plik qilinyaptimi, siz katta xatoga yo'l qo'ymayotgan hisoblanasiz. Sizni tushunadi ya'ni. Endi o'zakdan o'zgarib ko'plik yasaladigan otlar bor.
Endi bu otlarni ko'plik qilishda to'g'risi 4 ta qoidani ko'rdik mana. Birinchisi S, ikkinchisi S qo'shiladi, uchinchisi faqat ko'plikda ishlatiladigan otlar bor, ikkitalik, to'rtinchisi esa mana bu. Bu ham sanoqli. Buni siz ingliz tilida chuqurlashib kirib boraverganingizdan keyin bu yo'l-yo'lakay o'rganiladigan narsalar aslida bular. Faqat boshida biz aytib o'tib ketyapmiz. Ertaga masalan sizni esingizda qolsa ham mana shu aytilayotgan narsalarni hech bo'lmasa 60% esingizda qolsa ham sizga birdan birinchi 30 kunda 30 ta dars tugatganingizdan keyin gapirganingizdan keyin 70% masalan uzoq bilan 50%, 60% deylik mayli. Toza gapirishingizga, grammatik jihatdan toza gapirishingizga yordam beradi bu narsalar. Shuning uchun bilib qo'yish zarar qilmaydi bularni. Demak, o'zakdan o'zgarib ko'plik yasaladi. Bu nima degani? Ichidan, so'zning ichidan bitta yoki ikkita yoki 3 ta so'z harf o'zgaradi. Bu ko'plik yasaladi. Masalan, mana bu men. Mana o'zbek tilida aytaman, m a n yozilgan, to'g'rimi? Erkak degan. Bu a o'zgaryapti. Bu tarafda a ni o'rniga e o'zgaryapti. O'sha bu yerda nima degan ma'noni beryapti? Lar. Bu eslatib o'taman, bu ham sanoqli. Ko'p emas. Siz bu yerda bu eslab qolish ko'p narsa bor ekan bu yerda deb orqaga chekinib ketmang. Bu juda ham sanoqli. Bular hali yo'l-yo'lakay oldingizdan chiqaveradi. Hali gaplar tuzaveramiz biz. 27, 28, 29, 30-darslarda biz speaking o'tamiz faqat, ya'ni gapirish. O'sha paytda bular aylanib kelaverib yod bo'lib ketadi sizga. Masalan, ikkinchisi child bola bo'lsa, children bo'lsa nima bo'ladi? Mana ren degan qo'shimcha qo'shilyapti, lar ma'noni beryapti, bolalar. Foot oyoq bo'lsa, feet oyoqlar mana. Mouse sichqon, mice sichqonlar. Woman ayol, women ayol. Faqat mana qarang, harf o'zgaryapti bu yerda. Mana 6-inchisida tuz, tiz bo'lyapti. Mana qarang, o ikkita e ga o'zgaryapti, mana lar ma'nosini beryapti. Endi ingliz tilida shundayda. Biz bu yerda hozir har bitta tilning o'zini nimasi bor, qiyinchiligi bor. Yani masalan rus tilida agar rus tilini kim bilsa, rus tilini grammatikasi ingliz tiliga qaraganda juda ham qiyin. Siz rus tilini o'rganganingizcha ingliz tiliga o'xshagan ikkita til o'rganib qo'yishingiz mumkin-da. Buni rus tilini ham ingliz tilini ham bilgan odam biladi buni. Agar siz ikkita tilda ham biladigan insondan so'rasangiz, qaysi tilni ko'proq qiyin desangiz, rus tilini hattoki ingliz tiliga qaraganda 2-3 barobar qiyin grammatikasi degan odamlar ham bor.